Özü bosonxonasındagi mebellar nechik bo'lishi kerak? Yangilar shuni bugun ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganlaringiz sekretarning xonasi bo'lib, beri Albero mebel tarafidan ofisning stol, divanli arxivkalar, undan tashqari esa dokumentlar uchun polkalarni taxlab berganmiz. Aytganimning bu sekretarning xonasi, galinglasa endi bosonxonasini ko'rib chiqamiz. Bosonxonasini haqiqiy premiumlashtirish uchun biz ko'rishingiz mumkin ariq svetdan va seri svetlardan foydalandik. Bu bogatilikni bildiradi, hurmatli obunachilarimiz. Bundan tashqari ko'rishingiz mumkin ikkinchi chetini polkalar qilganmiz. Dapatolog bu aksessuar kitoblar uchun bemalol foydalansa bo'ladi. Undan tashqari past qismini ko'rishingiz mumkin. Buni MDF crashingni tortma variantida aytganmiz. Bu yerdan bemalol foydalanib, ishning gullan qo'shishlari mumkin. Bundan tashqari TV zonamizdan ko'rishingiz mumkin. Dapatolog aytganmiz. Orqalarini LED chiroqlari bilan jihozlab berganmiz. Basaxonani yana bag'atga kuzatish uchun. Keyingi esa ko'rishingiz mumkin. Banimizni Ponni deval arxivga aytganmiz. Bambuk panellar bilan o'zgacha mini oynalar bilan qilib berganmiz. Kimga shunday sifatli premium mebellar kerak bo'lsa, bemalol Albero mebelga murojaat etaverasizlar. Hammangizni Albero mebelga kutib qolamiz.